Ijtimoiy tarmoqlarda Tracker rusumli avtomashina qasddan odamlarni urib ketganligi tasvirlangan video tarqalib ko'plab muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Holat yuzasidan o'rganish ishlari olib borildi. Kelib tushgan xabar asosida, ya'ni fuqaroning urib tashlangani holati bo'yicha Yunusobod tumani Niyozbek yo'li ko'chasi, Halqobod ko'chasi bilan kesishma o'rtasida voqea joyiga yetib kelindi. Hodisa sodir bo'lgan joyga yetib kelinganda ushbu joyda fuqarolar o'rtasida o'zaro kelishmovchilik natijasida janjal kelib chiqqanligi, janjal yakunlanish arafasida turganda 4 nafar fuqaro harakatlanayotgan vaqtida Tracker rusumli avtomobilda haydovchi kelib 4 nafar fuqaroni urib yuborgan holati aniqlangan. Hodisa sodir bo'lgan joydan kerakli dalil ashyolar rasmiylashtirib olindi. Mazkur holat yuzasidan Yunusobod tuman prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25/97-moddasi hamda 277-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Tergov harakatlari to'liq va xolisona olib borilib, qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi.